Assalomu alaykum, yaxshimisizlar qarindoshlar, men Nurman doktor. Bu filmda biz 8 oylik bo'lgan buvoqlarga munosabat uchurlarni sizlar bilan bahslanamiz. Sizning buvoqingizga yoki atrofdagi do'stlaringizning buvoqlarga qanday tavsiyalar lozimligini bilmoqchi bo'lsangiz, qani diqqatingiz bu filmimizda bo'lsin. 8 oylik buvoqlarning bosh aylanmasi 42,5 santimetrdan 47 santimetr atrofida bo'ldi. Boy uzunluğu bo'lsa 66,5 santimetrdan 76 santimetr atrofida bo'ldi. Badan eg'irligi bo'lsa 7 kilogramdan 10,5 kilogram atrofida bo'ldi. 8 oylik buvoqlar normalda ana sutidan ham qo'shimcha yemeklar ozuq oladi. Baş aylanması, boy uzunluğu, beden eğrilikleri uçurları arkalık bu buvaxның ozuqluğunun yeterlik bolğan bolmağanlığını bilərəksiniz. Bu aydaki buvaxlar 13 saat 15 saat kecha uyqusu buldu. Kecha uyqusundan sırt yana düşdün burun və düşdün keyinki uyquları buludu. Bu iki vaqtdaki uyqusu 20 minutdan 80 minut aralıqda buluşı mümkün. Boy, baş aylanması, beden eğriliği özgürüşü burunğa qarğanda biraz aslaydı. Buvaxның yeni tuğulğandaki ixtiyar hərəkətləri yoxab, onun yeriga öz ixtiyar hərəkətləri köpəydi. Oyuncuq süt butlukasını qolu bilan ko'rsatib talabini ifodalaydi. Oldidagi o'yinchoqni tiqib olganda izlab boqadi. Notunishlarni ko'rganda aniq farq qilg'icha tikilib qaraydi. Notunish kelgini his qilganda qo'rqib yig'lay oladi va ya beshini qochirishga tirishadi. Barmoqchi bo'lgan tarafga asta-asta o'mlab boralaydigan bo'ladi. Qo'lidagi o'yinchoqni o'z xohishi bilan yerga qo'ya oladi. 8 oylik buvoqqa va ota-onasiga tavsiyalarimiz. Birinci, bu ayda vaksinasi bo'lmasligi mumkin. Shunda bo'lsin bosh aylanmasi, eg'irligi, bo'y uzunligini o'lchab xotir qoldiring. Ikkinchi, buvoqning yetarlik uyqusiga va suv to'lqilishiga kafolatlik qilib bering. 200 soatda emdirsangiz bo'ldi yoki arlab suv berib turing. Zakisi orqali kichik tarat chiqish miqdorini va cho'ng tarat ahvolini tekshirib turing. Uchinchi, buvoqning tomoqlariga dori darmaklarni qo'ymang. Tomoqning ta'mi bek eg'ir bo'lib ketmasin. Tuzni ko'p sanmang. To'rtinchi, anda buvoqni dumchilab yotqizib dumbisini yeni tutib bering. Umurtqining o'ttira va ya ikki tarafini bo'ylab terisini uvlab mijib bering. Beshinchi, buvoqni quchog'ingizga ilib kuldirib turing. Ovozingizni mungli qilib kitob o'qib bering. Mungluq ovozliq asarlarni qo'yib bering. Oltinchi, buvoqning bosh, bo'yin, qo'l, put, barmoq harakatlarini tekshirib turing. Har kunlik tomoqlarining va mevalarining o'xshamaydigan bo'lishiga tirishing. Ish bo'lmasa rangi o'xshash bo'lmasin. 7. Öy içideki kichik buyumlarni vaqtida jug'ishtirib turing. Bo'lmasa o'rilib berib yoki o'mlab berib, elib og'ziga sililishi mumkin. 8. 5 minut vaqt chiqarib, oldingi oylarda tilga ilingan tavsiyalarimizni cho'qim ko'rib chiqing. Tangning to'lisi bu oyga mos keldi. Qonunimizda 12 oy va undan cho'ng bo'lgan buvoq bolalarning har qaysi yosh davrida badanda ko'rilgan o'zgarishlarni va tavsiyalarni qisqa, ixcham, meg'izli qilib ratlab chiqdik. Agar yuqorida deyilgan o'zgarishlarning yarimiga yaqini ko'rilmasa yoki benormallik ko'rilsa, oila doktoringiz va ya bolalar doktori bilan vaqtida ko'rishib yiqishingizni tavsiya qilaman. Bunun sirt doktorlar tur bekitimizda ana yezig'imizda Uyg'ur tilida tayyorlangan buvoq bolalarning badan yetilish jadvali va boshqa yaxshi payliq mazmunlarni topa olasiz. Jiddiylashmang, siz cho'qim yaxshi ota-ona bo'la olasiz. Bu o'qingizdan salomat cho'ng bo'lishiga tilakdoshman. Bu filmni foydali his qilsangiz, qonimizga mushtari bo'ling va qonimizni atrofingizga do'stlaringizga tarqatib qo'ying.